Xazinem To'rt til tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Öydiki Bu harfning talaffuz qilinishi bundaq. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. O'ning ayrim shakli. Misal ötük. O'ning ayrim shakli. Misal döşe. O'ning ayğıdan olunduğun şekli. Misal köz. O'ning ayğıdan olunduğun şekli. Misal qar örük. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Ötük Ö harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Döşe Ö harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Köz Ö harfining ayğıdan olunub keldigan shaklning yozilish tartibi. Qar örük Ö harfining ayğıdan olunub keldigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga ergishib o'qinglar. Töt, öt, öz, söz, öt, ne, ötne, bö, re, böre. Derslerimiz Türk tili, İngiliz tili, Rus tili, German tili, Uyghur tili grammatikasi, Xitoy tili, matematika, bolalar ana tili, bolalar ingliz tili, boshlang'ich seviye, ul seviye, o'rta seviye. Tarbiyalash muddati